Assalomu alaykum, kanalimga yaxshimi? Alda salomat bo'lsin inshaalloh. Men sizlarga bu yipda bir narsa to'qishni o'rgatib qo'yaman degandim. Bugun Alloh nazi bilan biz birinchi bo'lib qilgan ishimiz yip chekishni o'rganamiz. Bu yip chekishning ikki xil usuli bor. Oldi bilan biz yipdan 10 sm atrofida qo'yib, undan keyin 10 sm qo'yib qo'ydik. İki qo'limizni o'sha holatda qilib, buni ikkita shaklda mana qilib, buni yana keyin bundoq dum qilamiz. Qilgandan keyin keyin ikkita siziq bo'ldi. Bu oldidikini keyiniga olib, keyindikini oldiga tortish orqali mana bu holatda chekamiz. Bu holatda cheksak, mana tashlab qo'ygan 10 sm yipimiz bor. Mana bu holatda chekildi. Buni biz oldiga tortsak, mana osonlab eshib ketadi. Yana bir qatam ko'rsatib qo'yay. Oldi bilan biz mush qo'limizga X shaklda mana chekib oldik. Qilib bo'lgandan keyin keyinini qilib, oldidikini keyiniga, keyindikini oldiga kirish orqali yipni chekamiz. Mana. Yana bir xil oddiy usul bo'lsa, biz bu yipni yaqinroq ko'rsatib qo'yay. Mana bu yerga qo'ydik. Qo'ygandan keyin mana bu holatda qilib olamiz. Yipni bir uchini yipning ustiga ilib olamiz. Bu holatda olib dum qildik, keyindikini dum qilgandan keyin mana ichidikini oldiga tortib bu holatda cheksak bo'ladi. Yana buni bu yipni tarsaqdan yeshib ketadiganga. Yana bir ko'rsatib qo'yay, yaqinroq qilib qo'limga deb turib. Mana bu yipni bunun ustiga oldim. Ondan keyin bu yumaloq halqasini oldiga keldim. Bu o'ttirdiki ichi kirib qolganini oldimga tortdim. Mana bu holatda yipni chekamiz. Bu holatda yipni chekib, o'sha boshqa yerga chanzimizni kirgizib olamiz. Kirgizib bu yipni sal oldiga qilib chingaytirib olamiz. O'sha holatda qilib chekamiz yipni. Yana bu yerdan yesaklar ishlab ketadi. Bugun faqat yipni chekishni o'rganamiz. Taklif fikringlar bo'lsa, qoldirsanglar bo'ldi.